Assalomu alaykum, hurmatli Excel foydalanuvchilari. Bugungi darsimizda biza faol jadval degan jadval turi bilan tanishib chiqamiz. Biza faol jadval dedik. Rossiyada ko'proq umniy tablitsa deb ishlatishadi. Kelinglar, bu qachon foydalanish haqida qisqacha gapirib o'tsak, ya'ni asosan bu jadval ko'pincha biza jadval yasaganimizda, ya'ni o'sha jadvalga nisbatan formula yasab chiqamiz. Misol uchun jamisini chiqarib yozib qo'yamiz yoki shu asosda qanaqadir mana shu jadval asosida grafik yasaymiz. Lekin vaqt o'tishi bilan bu grafikka jadvalimizga ma'lumotlar qo'shiladigan bo'lsa, biza boshqatdan yana grafikka to'g'irlab chiqishimizga to'g'ri keladi yoki formulalarni boshqatdan yozib chiqishimizga to'g'ri keladi. Buni oldini olish uchun ya'ni faol jadvaldan foydalanamiz. Kelinglar, buni amalda sinab ko'radigan bo'lsak, mana jadvalimizga bosamiz va jadvalimizda qatorlarda uzilish yoki ustunlarda uzilish bo'lishi kerak emas, iloji boricha. Bu uchta yo'li bor. Birinchi yo'li bu insert, ya'ni stavka bo'limida tablitsa degan bosamiz. Ya'ni mana Excel avtomatik ravishda Ctrl T deb tezkor tugmasini ham ko'rsatib turibdi. Bosdik va Excel avtomatik ravishda jadvalimizni hammasini belgilab ko'rsatdi. Va menyuda bu yoqda sarlavhasi bormi deb so'rayapti. Bizda jadvalimizda har bitta ustunni sarlavhasi bor. Shuning uchun belgi qo'yamiz va OK tugmasini bosamiz. Bu birinchi usuli hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana dizayn, konstruktor degan bo'lim, yangi bo'lim ochildi. Ya'ni faollashtirganimizdan keyin kelinglar, bu birinchi usul edi. Orqaga qaytamiz. Yangi bo'lim ochildi. Ya'ni faollashtirganimizdan keyin kelinglar, bu birinchi usul edi. Orqaga qaytamiz va ikkinchi usuli bilan tanishib chiqamiz. Bu ikkinchi usulimiz bu format as table degani, ya'ni bu jadvalni, faol jadval har xil ko'rinishlari bor. Hamma o'zini didiga yarashasini tanlab, o'shani belgilab, ya'ni foydalanish mumkin. Mana bittasini tanladik. Excel yana boshqatdan belgilab berdi. OK. Va mana jadvalimiz formatlangan ko'rinishga keldi. Ya'ni faol holatga keldi. Buni yana qayerdan e'tibor bersa bo'ladi? Jadvalni o'ng tomon pastida mana kichkinagina mana belgi paydo bo'lgan. Buni pastga tushirib yoki tepaga qaytarib ko'tarsa bo'ladi. O'chiramiz. Endi bu ikkinchi usul edi. Orqaga qaytamiz. Endi uchinchi usuli bilan tanishib chiqamiz. Uchinchi usuli bu tezkor tugma bo'lib, ya'ni boya o'zi Excel avtomatik ravishda ko'rsatgandek Ctrl T tugmasini bosamiz. Ctrl T. Mana tayyor bo'ldi. OK. Ya'ni bu juda ham tezkor usuli. Endi jadvalimiz tayyor bo'lgandan keyin kelinglar, bunga nisbatan formula ishlab chiqadigan bo'lsak, oddiy mana jadvalimizda ya'ni sum deb yozamiz. Tab bosamiz va mana jamisini hisobladik. Qovsi yopamiz, enter. Bu faol jadvalimizda qanaqa qilib summasini hisoblaymiz? Bu yerda biz diapazonni ko'rsatdik. Y2 dan Y7 gacha. Kelinglar, bu jadvalimizda ham shu narsani amalga oshirsak, barobar summa bosamiz, tab va bu yerda hammasini belgilab o'tirish kerak yo'q. Faqatgina shu ustunni ustiga olib boramiz. Mana kichkina belgi paydo bo'ldi va ya'ni ko'rib turganingizdek table qiymati, ya'ni qiymat degan ustunni ko'rsatyapti. Ya'ni esingizda bo'lsa 37-darsimizda biz ustunlarga yoki katalogga nom berishni o'rgandik. Bu faol jadval avtomatik ravishda o'zi nom berib chiqyapti bu yerda. Qovsi yopamiz, enter. Mana ko'rib turganingizdek formulamiz hisoblab berdi. Ya'ni formulamiz hisoblab berganini ko'rdik. Endi nima qilamiz? Kelinglar, endi ya'ni misol uchun qo'shimcha mana ikkita qatorni belgilaymiz, kopировать qilib birinchi jadvalimizdan tagiga joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek yig'indisi o'zgarmayapti. Yana boshqatdan to'g'rilab chiqish kerak. Endi kelinglar, nusxa olingan diapazonni faol jadvalni tagiga olib kelamiz. Mana kichkina mana shu belgini tagiga va o'ng tomonni bosib ma'lumotlarni joylashtiramiz. Excel avtomatik ravishda, ya'ni mana kengaydi bu.
va hisoblab summasini hisoblab berdi. Ya'ni o'zgardi avtomatik ravishda. Kelaylik yana bir marta sinab ko'rsak, nusxa olamiz va joylashtiramiz. Ko'rib turganingizdek, keyingi qo'shilgan ma'lumotlarni ham Excel avtomatik ravishda yig'indisini hisoblab chiqdi. Endi keyingi afzalligi haqida gaplashadigan bo'lsak, kelaylik umumiy summaga, ya'ni chegirma bermoqchimiz deb hisoblaymiz. Birinchi jadvalimizda bu yerda ya'ni Y2 ko'paytirilgan 0.96, ya'ni 4% chegirma berish hisob-kitob ko'ramiz. Mana chegirmani yozdik va buni pastga, ya'ni tushirib tortib chiqishimiz kerak bo'ladi. Faol jadvalda qanaqa bu amalga oshiriladi? Faol jadvalda bu narsani amalga oshirish uchun, ya'ni n ustun, ya'ni faol jadval bo'lsa, ya'ni yonidagi ustunga bosamiz, barobar, ya'ni qiymati deb o'zi ko'rsatib turibdi. Ko'paytiramiz 0.96, ya'ni 4% chegirma beryapmiz. E'tibor berib qarab turamiz. Enter. Excel avtomatik ravishda o'zi ya'ni formulalarni qo'yib, ya'ni pastga o'zi avtomatik tortib chiqib, ya'ni ustuniga nom ham berishga ulgurdi. Chegirma deb yozib qo'yamiz. Ya'ni har gal shu katdagi formulani yozib pastga tushirib chiqish keragi yo'q. O'zi avtomatik hammasini mana to'ldirib ketaveradi. Endi keyingi afzalliklariga yana o'tadigan bo'lsak, kelaylik misol uchun shu qatorni biza o'chirib tashlamoqchimiz. Agarda mana shu qatorni o'chiradigan bo'lsak, oddiy jadvalimizda, ya'ni yonidagi turgan jadvalimizni ham o'chirib tashlashga to'g'ri keladi. Misol uchun mana qatorni belgiladik. Delete tugmasini bossak, ya'ni ikkinchi jadvalimizga ham ta'sir qilyapti. Bu hisob-kitoblarimizni o'zgarishiga olib kelyapti. Bu narsa bizga kerak emas. Orqaga qaytaramiz. Faol jadvalda bu narsani quyidagicha amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni kerakli qator belgilanadi. o'ng tomonda delete yoki udalить table rows, ya'ni qator, jadval qatori bosamiz va Excel avtomatik ravishda o'zi o'chirib tashladi va yonidagi qatorga ta'sir ham ko'rsatmadi. Bu yana bitta afzalligidan bittasi. Keyingi afzalligi, orqaga qaytamiz. Odatda misol uchun biza ustunlarni olib joy-joyini o'zgartirmoqchi bo'lsak, ya'ni ustidan o'zgartirib, ya'ni ustiga yozib yuboraymi deb so'rayapti. Bu narsa bizga kerak emas. Balki bizaga, ya'ni o'sha ustunga xalaqit qilmasdan yoniga joylash kerak. Faol jadvalda bu narsani qanaqa qilsa bo'ladi? Ustunni belgilaymiz. Hozir mana shu joyi belgilandi va yana bir marta bosamiz. Ya'ni tepasidagi sarlavhasi ham belgilanishi kerak. Va ko'rib turganingizdek mana belgi paydo bo'ldi. Bosamiz va kerakli mana boshiga olib kelmoqchimiz. Bosib turib qo'yib yuboramiz sichqonchaning chap tugmasini va o'zi Excel avtomatik ravishda buni joyini o'zgartirib berdi. Yana bir marta sinab ko'ramiz. 1 2 2 marta bosdik. Yana kichkina qora belgi paydo bo'lgandan keyin yana oxiriga olib boramiz. Sichqonchaning chap tugmasini bosib qo'yib yuboramiz. Ya'ni jadvalga umuman ta'siri bo'lmadi. Faqatgina buni joyi o'zgardi xolos. Oddiy jadvalingizda bu juda ham qiyin, vaqt talab etadi. Bir-birini ustiga yozib ko'p xatoliklarga olib kelishi mumkin. Endi keyingi afzalligi bu, ya'ni grafiklar bilan ishlayotganda odatda mana bu yerda biz grafik yasaganmiz. Yanvar, fevral, mart va kelaylik yangi ma'lumotlar bor. Shu joyda nusxa olamiz va uni oddiy jadvalimizga tagiga joylashtiramiz. Grafikimiz o'zgarmadi. Ya'ni bu grafikni to'g'irlash uchun yana boshqatdan to'g'irlab chiqishimizga to'g'ri keladi. Bu vaqt yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Kelaylik biz faol jadval usulidan foydalanamiz. Ya'ni quyidagi jadval belgilaymiz. Ctrl T Enter. Va Excel avtomatik ravishda o'zi jadvalimizni belgilab qo'ydi. Yangi ma'lumotlardan nusxa olamiz bir marta.
va jadvalni tagiga qo'yamiz. Esdan chiqibdi. Undan oldin shu asosida grafik yasab olamiz. Ya'ni rekomenduymi bosganimizda Excel avtomatik ravishda bizga jadvalni taklif qilyapti. OK deb bosamiz va mana jadval tanlab berdi. Sal kichiklashtirib yuboramiz va ma'lumotlarni tagiga qo'shamiz. Nusxa olingan. Kelinglar mana faol jadval tagiga keyingi qatoriga joylashtirib nusxani joyiga ko'chiramiz va Excel jadvali o'zi avtomatik ravishda ya'ni grafikimizni yasab berdi. Buni afzalligi hisoblanadi. Bundan tashqari endi kelinglar jamisini hisoblamoqchimiz. Ya'ni faol jadval ichiga bosamiz. Design degan ochildi. Total row degani bor, ya'ni strokani yoki ruschasiga общий по строке degan bo'lish kerak. Bosamiz. Ya'ni mana e'tibor bergan bo'lsanglar, tagida qo'shildi, ya'ni jamiz chiqyapti. Kichkina uchburchagiga bossanglar, mana o'rtachasini yoki necha marta maksimum minimumlarni tanlab, ya'ni hisob kitoblarni amalga oshirsa bo'ladi. Undan tashqari banded rows, ya'ni qatorlarni orasidagi ya'ni ranglar va ustunlar o'zgartirishingiz mumkin. Undan tashqari filtr belgisi, ya'ni kerak emas bo'lsa, bu narsani ham belgilab chiqsa bo'ladi. Yana shu narsani aytib o'tish kerakki, har bitta jadvalni nomi bo'ladi, ya'ni dizayn bo'limida. Bu jadvalimiz table 6. Kelinglar mana nom beradigan joyga qarasak, table 5 bor. Kelinglar bosib ko'ramiz va formulaga yana qaytdi. Table 6, ya'ni bu bizning grafik bo'limimizdagi jadvalimiz, faol jadvalimiz. Endi yana bitta afzalligi haqida yana gaplashib o'tmoqchimiz. Bu slicer deb nomlanadi. Biz buni filtrlashimiz kerak, ya'ni oila yoki do'konlar bo'yicha. Kelinglar faol jadvalga aylantirib olamiz. Ctrl T, Enter. Excel avtomatik ravishda bizga o'zi faol jadvalga aylantirib ko'rsatdi. Istalgan ko'rinishni tanlaymiz, o'zimizga ko'zimizga yoqqanini va bundan tashqari dizayn bo'limiga kiramiz va slicer degani bor. Slicerni bosamiz. Excel bizga tanlang, qaysi biriga ya'ni slicer qo'ymoqchimiz. Biz misol uchun nimani filtr qilmoqchimiz? Mahsulot nomlari, savdomi, oila, do'konlar. Menimcha shu oila bilan do'konlarni olsak qiziq bo'larmidi deb o'ylaymiz. Oylarni olamiz va do'konlar belgi qo'yamiz. OK. Excel avtomatik ravishda mana bu yerda bizga ajoyib kichkina ya'ni shakldagi slicerni taklif qilyapti. Ya'ni slicerni bosganimizdan keyin bizda options, ya'ni parametri ochiladi. Bu yerda slicerning ya'ni sozlamalari mavjud. Misol uchun bu yerda ham slicer ko'rinishi, o'zingiz ko'zingizga yoqqan chiroylisini olib tanlab olishingiz mumkin. Kelinglar mana kichiklashtirib, kattalashtirib, ya'ni bu filtrni ya'ni murakkab usuli yoki professional darajadagi filtr desak ham bo'ladi. Mana hozir qanaqa bundan foydalanamiz deb aytayotgan bo'lishingiz mumkin. Kelinglar mana yanvar oyi bo'yicha filtr qilmoqchimiz. Yanvarni bossak, o'zi Excel avtomatik ravishda bizga filtr qilib berdi. Yoki misol uchun filtrdan tozalaymiz va misol uchun g'uncha do'konimizda qancha savdo bo'lgan. Mana g'unchani bossak, bizga ya'ni umumiysi chiqyapti. Kelinglar umumiysini ham tagiga joylashtirib qo'ysak, bosamiz. Jamisi, ya'ni summa. Kelinglar yana filtr tozalaymiz. Misol uchun Chorsu 34 216 filtr tozalaymiz. Yanvar, fevral, mart oylari misol uchun mana ko'rib yoki do'kon bo'yicha, oy bo'yicha ya'ni avtomatik filtrlashni ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham ya'ni bu ilg'or usuli.
Keling endi yana bitta narsani sizlarga o'rgatib qo'yishim kerak. Ba'zan bizga faol jadvalimiz kerak bo'lmay qoladi. O'sha holatda sizlar ya'ni faol jadvaldan chiqib kelishingiz kerak bo'lib qoladi. Buni yo'li jadval ichiga bosamiz. Sichqonchani o'ng tomonini bossak, bizga ya'ni table degani bo'ladi. Tableda convert to range, ya'ni diapazonga aylantir degani bo'ladi. Mazkur diapazonga aylantirishni bosdik va oddiy diapazonga aylantiraylikmi oldingi holatga deb bizga taklif qildi. Albatta deb bosamiz va Excel avtomatik ravishda e'tibor bergan bo'lsangiz filtri ham ketdi. Ya'ni bu yerda nomi ham yo'q va oddiy diapazonga qaytdi, faqat formati qoldi. Agar formati ham kerak bo'lmay qolsa, unda Excelda shu joyga bosib formatdan tozalashni bossak, ya'ni o'z holatiga, ya'ni sof holatiga qaytadi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ishingizga rivoj tilaymiz. Format as table degan bo'lim qanday bo'lim? Javob: bu yerda faol jadvalning har xil ko'rinishi mavjud. Ikkinchi savol: total rows'ning vazifasi nimada? Javob: jami yig'indini chiqarib beradi. Uchinchi savol: banded rows qanday amalni bajaradi? Javob: qatorlarning orasidagi ranglarni va ustunlarni o'zgartirishi mumkin.